Do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga alayda bir sin tanishtirmoqchi. Firuza, ya'ni mushu Shinjongdagi model kasbi sohasida belgili yutuqlarga erishgan, shundaqla hozirgi xonim qizlarimizning badan go'zalligi shakli, shundaqla o'ltirish, turish qiyofatlari undan sirib, korxonchi do'stlarning, ya'ni har xil sohadagi korxonchi do'stlarningki qiyofati, uning yurish turishi, uningdan boshqa vlog, suratga tushish, sahnadagi badan tutush, qatorliq jihatlardagi nurg'unlagan cho'ng kichik inchika halqalargacha to'g'ri bo'lgan tarbiyalashlarni elib berib, xonim qizlarning badan holatini saqlash jihatda belgilik natijalarni shundaqla har qaysi sohadagi xonim qizlarning o'sha badan tutish jihatda alohida bir natijalarga erishib keldi. Bugun nima demoqchisiz desanglar do'stlar, bugun men sizlarga Fiona model, ya'ni shu Firuzani tanishtirish bilan birga yaqinda Shinjongdagi mushu xonim qizlarning kuchli talabiga asosan alohida uyushtirgan 3 kunlik tarbiyalash faoliyatini sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Mayli siz korxonchi bo'ling, yoki siz bir xizmatchi bo'ling, yoki siz bir alohida sohadagi bir odam bo'ling, mayli qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingizning yurish turish qiyofatining intayin muhimligini bilib yetgan bo'lsangiz, davomli mushu turda o'zingizni taraqqiy qildirish va diqqat qilishni nihoyatda muhim ish deb qaragan bo'lsangiz, mushu qitimqi 3 kunlik darsiga qatnashishingizni qizg'in qarshi olamiz. Qanday qatnashimiz? Mening mana shunday chiroyli badan qiyofatimni tuzashtirib yurgim bor deydigan do'stlar bo'lsanglar, mushu qitimlik 3 kunlik darsimizga tizimlasanglar bo'ladi. Shinjongning har qaysi joylaridan o'quvchi qabul qiladi. Vaqti bo'lsa 1-oyning 3-kundan 5-kungacha 3 kun. Boshqa yurtdan kelganlarning yotoq tomoqni o'rinlashtiramiz. Faqat siz o'zingizning kirasini qilib kelsangiz, 3 kun ichida sizning badan qurilishingiz, yurish turishingizning favqulodda zo'r o'zgarganligini, shundaqla buningdan keyingi o'rganish turmush xizmat ishlaringizda intayin cho'ng yordami bor ekanligini cho'nqur his qilib ketalaysiz.